O'zi aziz birodarlar, meni kuzatadiganlar o'zi bilishadi-ku. Kuzatmaydiganlarga yana ochiqlab beraman. Mana bu narsa suv bochkalari. Bu 1 tonnalik. Bu 1 tonnalik. Mana ham suv bochkasi. Mana mashinga suv mashinada kelib, to'ldirib, mana mashin bochkadan ehtiyojlariga ishlatishadi. Cho'milish bo'lsin, idish-tovoq yuvish bo'lsin, suv ichish bo'lsin mana mashindan mana. Mana mashindan. Aziz birodarlar, yana aytib o'taman, bu yoqda suv mashinasi suv to'ldirib yuradi. Oldingi videolarimizda suvni ham to'ldirgan videoyimiz bor. Aziz birodarlar, inshaalloh Alloh subhanahu taolo sizlarni sababchi qilib, ihson qilishingizga sababchi qilsa inshaalloh, ihsoninglarni mumkin ehtiyoji bo'lsa suvga suv olib beramiz, ehtiyoji bo'lsa soba, pechka olib beramiz, o'tin olib beramiz, ko'mirni olib beramiz. Ehtiyoji bor mana ko'rib turibmiz. Oyoq kiyimlarini olib beramiz inshaalloh. Alloh subhanahu taolo bizlarni sabab chiqsin, Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu taolo shu qilayotgan amallarimiz bilan Alloh subhanahu taolo Firdavs jannatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan, sahobalar bilan, payg'ambarlar, anbiyolar bilan birga qilsin inshaalloh. Allohumma amin.